Hammaga assalomu alaykum. Bugungi sana xudo xolasa 26-may nasib bo'lsa. Ertalab soat 8:30. Ko'cha yomg'ir yog'yapti. Biz hozir xudo xolasa bitta zavtir qilamiz, keyin ish joyiga soat 9da shoqa bo'lamiz nasib bo'lsa. Xo'p, mana terimokka keldik nasib bo'lsa. Va nihoyat ovqatimiz keldi, zavtir. Bu blini, svolganim, omlet с луком, с грибами. Bu овсяный каша клубничный. Va bulardan keyin bitta ko'pachani ichamiz. Shu yoqdan sразу ana shu yoqda bo'lamiz. Ana shu yoqda ofis. Mana terimokdan chiqdik, mana shu yoqda metro Ribatskiy. Bizning ofis mana bu yerdan metroning ikkita bexidi bor, bu tomondan va u tomondan. Ana shu ikkita tomondan chiqsalaringiz u tomonga borasizlar. Xo'p, boya ko'rsatgan joyimiz mana anaqa terimok edi, terimok. Bu yoqdan kelasiz, mana metrodan bunday kelayotganda ana shu yerda, ana shu anaqa yoqqa borishingiz kerak. Bu yoqqa мясо chiqadi. Tishchi melachiy, ko'k aviakassa bilan bizaniki. Azizlar, aviakassamizda kelayotganda eng muhim narsa bor. Tak, bu tomondan metro tomondan kelayotganda mana bu yoqqa birinchi aviakassa chiqadi, qizil aviakassa. Bu bizaniki emas. Ko'k aviakassa bizaniki. Ana shu bizaniki bemalol kelasizlar nasib bo'lsa. Marhamat, aviakassa shaxtiga bu. Zavtiri qildik, uydan chiqdik, to zavtiri qilgancha soat 9:12 bo'ldi, ofisimiz ochiq ertalab. Eslatib o'taman, kompaniyamiz 2021-yildan beri ish faoliyatini olib boradi. Hozir yo'nalishimiz faqat bilet emas, patent qilamiz, perevod pasport, perevod prava qilib beramiz, barcha byuro perevodovlar qilib beramiz. Shaxtiga tanlovga adashmanglar. Rahmat.